Barcha plastik kartasi bor fuqarolar diqqatiga. Endi plastik kartangizdan foydalana olmaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga O'zbekistonda hamda jahonda yuz berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. O'zbekistonda jismoniy shaxslar o'rtasida katta miqdordagi pul o'tkazmalarini qo'shimcha biometrik va boshqa himoya choralarini qo'llagan holda nazorat qilish mexanizmlari joriy etiladi. Ketma-ket 3 yoki undan ortiq pul o'tkazmalari nazorati avtomatlashtiriladi. Tegishli qonun parlamentida birinchi o'qishdan o'tdi. Qonunchilik palatasi 29-aprel kungi majlisda to'lov tizimi operatorlari va to'lov takomillashtirishlari faoliyatiga oid qonun loyihasini birinchi o'qishda konseptual jihatdan qabul qildi. Loyihaga ko'ra, antifrod chorasi sifatida ketma-ket 3 yoki undan ortiq pul o'tkazmalari nazorati avtomatlashtiriladi. Bank kartalaridan foydalanishni hamda jismoniy shaxslar o'rtasida katta miqdordagi pul o'tkazmalarini qo'shimcha biometrik va boshqa himoya choralarini qo'llagan holda nazorat qilish mexanizmlari joriy etiladi. Katta miqdordagi o'tkazmalar deganda qancha miqdor haqida gap ketayotgani ma'lum emas. Qonun loyihasida shuningdek banklarga to'lov tizimi operatori sifatida faoliyatini boshlash uchun litsenziya olish talabini bekor qilib, xabardor etish tartibiga o'tish ko'zda tutiladi. Bundan tashqari muhim to'lov tashkilotlari tushunchasi qonunchilikka kiritiladi. Bu toifadagi tashkilotlar tomonidan uzluksiz xizmat ko'rsatishni ta'minlash maqsadida ularning to'lov tizimi ishtirokchisi bo'lish uchun huquqiy asos yaratilmoqda. Avvalroq bir shaxs nomiga rasmiylashtiriladigan plastik kartalar soni cheklangan edi. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda plastik kartadan doimiy foydalanadigan do'stingizga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.